Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun Samarqandda Bulung'urda 300 kvadratlik tomimizni konteyner mahsulotlaridan yopib tugatdik. Mana akalarni bosib oldik. Bugungi sanaga kelsa, adashmasam 8-noyabr. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Xo'sh, xizmatlarning narxlari 170 ming so'mdan boshlanib chiqib ketaveradi tepaga qarab. Joyda qanaqa bo'lishiga bog'liq, albatta. O'zbekiston bo'ylab bu ishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Telefon qilishingiz mumkin bemalol. Bespasretni o'zimiz ustamiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli ham mustahkam qilishga harakat qilamiz. Bu tarafiga burilgan uyimiz gavras bo'lib. Video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Bu ishimizni davomiy ko'proq odam ko'rishini ta'minlaydi. Hozir pastki qismidan ham videoga olib ko'rsataman. Keyingi obyektimiz ham xudo xolasa bitish arafasida. Mana yon qismidan ko'rishingiz mumkin. Brantonni birinchi yopib olganmiz. Firmani ko'tarishdan oldin. Mana oldi ko'rinishi. Ikkita figura chiqarilgan. Ichki ko'rinishidan bu holatda. Bu yerga 6 metr joy bor ekan. Bu yerga konteynerni lagaligidan qo'ydik. Ham arzon, ham baquvvat. Shu hisobiga shuni qo'yib qo'ydik. Firmalarda olasini 1.10 cm ga qo'yganmiz. Bo'lsa, lombos qilishi mumkin. Firmalarga ishlatadigan temirga kelsa, faqat 4x4 profil ishlatganmiz. Tepasiga ham, pastiga ham 4x4 shunga kelishganmiz. Ishlar 4x4, pasti ham, tepasi ham. Ichkari holatda. Endi hammasi qo'ldan kelgancha bo'ldi. Endi qandaydir kam-ko'sa bo'lgan bo'lishi mumkin. Qo'ldan kelgancha sababini qildik, mustahkamlikka, tekizlikka, chiroyli chiqish uchun. Sizlar bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bespasretni ishlarimiz O'zbekiston bo'ylab telefon qilishingiz mumkin. Bu ishimizning narxi 180 ming so'mdan bo'ldi 1 kvadrati. Yopib berishi bilan 204 ming so'mdan bo'ldi. Tunakasini olib berdi, 204 ming so'mdan berdi bizga kvadratiga. Tunakani kvadratiga 24 ming so'mdan berdi, 180 ming so'mdan temirni kvadratiga berdi. Pastki holat o'lchanadi. Ko'p odam shuni so'raydi, tepasini o'lchaysizlarmi, pastini deb. Tunaka yopayotganda tunaka o'lchaladi. Firmani qo'yayotganda pastki holat o'lchaladi. Like bosishni unutmanglar akalar.